Hayot meni qo'limda olib qo'ygan bo'lsa ham, lekin mukofoti bilan qilib bergan. Mukofotni aravakashlikda deb bilgan Zafar aka nogiron, lekin bu ularning imkoniyatini cheklamadi. 50 kiloni ham dashni ko'tarib tashlayman. Hozir bitta qo'lga Xudo o'zi menga yordam beradi. Zafar aka qancha samimiy bo'lishiga harakat qilmasin, shu pok qalbini og'ritadiganlar ham topiladi ba'zida. Arava bo'shmi deydi bir odam, yugurib boramas. Ikki kishi bo'lsa agar menga sirom qaraydi-yu, sherigimni oladi. Bu o'ylaydi, qo'li yo'q, ortolmaydi. Aka uzr deydi, sherigimni olib ketadi, o'shaga qanday yuragingiz ichdan yig'langiz kerak ekan. Bu xafalikka barham beradiganlar bor qahramonimizning hayotida. Biridan chiroyli qizchalarim bor. Ularni ko'rsam hayotda yana intilgim keladi meni. Bir qo'li yo'qligi Zafar akaga duo qilmaslik bahonasini yaratmagan. Kimlardir o'ylaydi, bitta qo'l bilan qanaqa duo bo'lar ekan. Lekin men qalbimdan, yuragimdan shuni chiqarib duo qilaman, Alloh o'zi eshitadi. Qilinayotgan duolar kelasi yil ijobat bo'lishi mumkin, chunki Zafar aka orzularini amalga oshirmoqchi. Beylik bilan bo'lsa ham hajga ketaman kelasi yil niyat qildim. O'sha yerga butunki O'zbekiston hamma xalqini duo qilaman. O'sha yerga yetib olsam, armonim yo'q edi. Sinovli hayotda doim yonida turgan ayoli bugun o'z eridan eng shirin so'zni eshitdi. Ular bunga loyiq. Yulduz, butun dunyo ko'rsa ham men seni sevaman. Sen meni Alloh bergan farishtam, yakka yagona. Zafar akaning mashaqqatli mehnati uchun bir dona like bosib qo'ying. Yaxshi so'zlarni esa izohlarda kutamiz.